Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va ularning yaqinlari. Bugun men sizlar bilan o'ta muhim, so'zsiz har biringizga taalluqli bo'lgan masalada suhbatlashmoqchiman. Videoni bir lahzaga ham o'tkazib yubormang. Chunki gap nafaqat moliyaviy barqarorlik, balki sizning huquqlaringiz va imkoniyatlaringiz haqida ketmoqda. Oldimizda juda qisqa muddat bor, aprel oyining oxirigacha. Agar ushbu muddat ichida ma'lum bir harakatlarni amalga oshirmasangiz, keyinchalik bu imkoniyat siz uchun yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va diqqat bilan tinglang. Bu ma'lumot har bir pensionerni bevosita qiziqtirishi shart. Muammoning mohiyati shundaki, avvallari ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki kompensatsiyalar uchun arizalar yil davomida qabul qilinardi. Ba'zilari esa avtomatik tarzda hisoblanar edi. Faqatgina ma'lum mezonlarga mos kelsangiz kifoya edi. Biroq keyingi o'zgarishlar bilan vaziyat biroz o'zgardi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish maqsadida bir qator yangi mexanizmlarni joriy etdi. Bu mexanizmlar ba'zi imtiyozlarni olishni ancha soddalashtirgan bo'lsa-da, boshqa ba'zi to'lovlar uchun muddatli cheklovlar yoki aniq belgilangan tartiblarni kiritdi. Aslini olganda, bu tizimni yanada shaffof va adolatli qilishga qaratilgan harakatdir. Ammo bu jarayonda aynan sizning faolligingiz talab etiladi. Hozirda gap aynan qanday qo'shimcha to'lovlar haqida ketmoqda. Birinchidan, bu kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan moddiy yordam hamda ba'zi bir kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha to'lovlar. Shu bilan birga tibbiy xizmatlar, dori-darmonlar uchun qisman qoplamalar va ba'zi ijtimoiy himoya dasturlari doirasidagi imtiyozlar ham shu muddat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Avvallari bu to'lovlar uchun arizalar nisbatan erkinroq qabul qilingan bo'lsa, hozirgi kunda yangi tartibga asosan ariza berish va hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni aniq belgilangan muddatlar bilan cheklangan. Ushbu o'zgarishlarning asosiy sababi byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, real ehtiyojmandlarga yordamni aniqroq yo'naltirish va shu bilan birga bürokratik jarayonlarni qisqartirishdir. Hozirda joriy etilgan mexanizmlar bo'yicha aprel oyining oxirigacha murojaat qilmasangiz, keyingi yilga qadar bu turdagi qo'shimcha to'lovlarni olish imkoniyatini boy berishingiz mumkin. Bu ayniqsa aprel oyida o'zgarishlar kuchga kirgan yoki kuchga kirish kutilayotgan ba'zi ijtimoiy dasturlar uchun juda muhimdir. Keling, endi batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlarga esa bu ma'lumot to'g'ridan-to'g'ri tegishli emas. Birinchi navbatda xavotir olish kerak bo'lganlar bir asos yolg'iz yashovchi pensionerlar. Agar siz yolg'iz yashasangiz va pensiyangiz tirikchilik minimumidan past bo'lsa, sizga qo'shimcha moddiy yordam to'lovlari tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, 75 yoshli Zuhra xola, u bir o'zi yashaydi. Farzandlari uzoqda. Ba'zan yordam bera olishadi, lekin asosan Zuhra xola o'z pensiyasi bilan kun ko'radi. Uning oylik pensiyasi 1.200.000 so'm tashkil etadi. Shu bilan birga kommunal to'lovlar, dorilar va oziq-ovqat xarajatlari tobora oshib bormoqda. Bunday vaziyatda Zuhra xolaga oyiga qo'shimcha 300.000 so'mdan 500.000 so'mgacha bo'lgan miqdorda nafaqa tayinlanishi mumkin. Bu pul uning kommunal to'lovlari, masalan, gaz va elektr energiyasi uchun to'lanadigan xarajatlarning bir qismini qoplashga yordam beradi. Agar Zuhra xola aprel oxirigacha tegishli tashkilotlarga murojaat qilmasa, u bu yordamdan mahrum bo'lishi mumkin. Bu mablag' ayniqsa qish mavsumida isitish uchun sarflanadigan katta xarajatlarni qoplashda juda katta yordam beradi. Ikki asq nogironligi bo'lgan pensionerlar va ularning qaramog'ida nogironligi bo'lgan oila a'zolari bo'lganlar. Agar sizning oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa va u sizning qaramog'ingizda bo'lsa, siz ham qo'shimcha ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Misol uchun Takonsin yoshli Alisher bobo. Uning pensiyasi 1.500 million so'm. Lekin uning rafiqasi Q guruh nogironi bo'lib, doimiy parvarishga muhtoj. Uning dori darmonlari va tibbiy xizmatlari uchun har oy katta mablag' sarflanadi. Hukumat tomonidan belgilangan yangi tartibga ko'ra, Alisher boboga nogironligi bo'lgan oila a'zosini parvarish qilish uchun qo'shimcha 400.000 so'mdan 700.000 so'mgacha bo'lgan miqdorda yordam tayinlanishi mumkin. Bu mablag' ularning moddiy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi va Alisher boboga rafiqasining ehtiyojlarini qondirishda yordam beradi. Agar Alisher bobo aprel oxirigacha murojaat qilmasa, bu yordamni uzoq muddatga bo'y beradi. Asta
tibbiy xizmatlar yoki dori-darmonlar uchun kompensatsiya talab qiluvchilar, ba'zi kasalliklarga chalingan pensionerlarga tibbiy xizmatlar yoki hayotiy zarur dori-darmonlar uchun qisman kompensatsiya berilishi mumkin. To'lovlar ham aniq belgilangan muddatlarda tasdiqlanadi. Masalan, 70 yoshli Gulsara ona yurak kasalligi bilan og'riydi va har oy qimmat dori-darmonlarni iste'mol qilishga majbur. Uning pensiyasi dori-darmonlar va ovqatlanish uchun zo'rg'a yetadi. Yangi dastur bo'yicha unga dori-darmonlar xarajatlarining 25 ehil pundi miqdorida qisman qoplanishi mumkin. Bu oyga 200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha bo'lgan miqdorni tashkil etishi mumkin. Bu uning sog'ligini saqlashda juda katta yordam. Bu turdagi kompensatsiyalar uchun ham ariza berish jarayoni aprel oxirigacha bo'lgan muddat bilan cheklangan bo'lishi mumkin. 4. Asterisk kommunal xizmatlar uchun imtiyozlarni yangilashga muhtoj bo'lganlar. Agar siz ilgari kommunal xizmatlar uchun imtiyozlardan foydalangan bo'lsangiz, lekin ularning muddati tugayotgan bo'lsa yoki yangi tartibga muvofiq qayta rasmiylashtirish talab etilsa, siz ham bu muddatga rioya qilishingiz kerak. Misol uchun, 68 yoshli Nodira opa ilgari elektr energiyasi uchun ma'lum bir imtiyozga ega edi. Endi bu imtiyozni yangi mezonlar asosida qayta rasmiylashtirish talab etiladi. Yangi tartibga ko'ra Nodira opaning daromadi, oila a'zolari soni va boshqa omillar hisobga olinib, unga oylik 5 ming so'mdan 2,5 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya tayinlanishi mumkin. Bu ham uning byudjetiga sezilarli yordam beradi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Avtomatik ravishda barcha qo'shimcha to'lovlarni oladiganlar. Agar siz allaqachon barcha imtiyozlarni to'liq hajmda olsangiz va ular avtomatik tarzda yangilanib tursa, sizga qo'shimcha harakatlar qilish shart emas. Masalan, Ikkinchi jahon urush faxriylari yoki ma'lum toifadagi nogironlar kabi ba'zi guruhlar uchun imtiyozlar ko'pincha avtomatik ravishda rasmiylashtiriladi va ularga maxsus harakatlar qilish talab etilmaydi. 2. Daromadi tirikchilik minimumidan sezilarli darajada yuqori bo'lganlar. Agar sizning pensiyangiz va boshqa daromadlaringiz barcha mezonlarga ko'ra yuqori bo'lsa va sizda hech qanday qo'shimcha ehtiyojlar mavjud bo'lmasa, bu qo'shimcha to'lovlar sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Aslida hozirda hech qanday muammosi yo'q deb hisoblaydiganlar. Ba'zan odamlar o'zlariga qo'shimcha yordam kerak emas deb o'ylashlari mumkin. Lekin haqiqatda ularda bunday huquq mavjud bo'ladi. Shuning uchun har bir pensionerga kamida bir marta tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, o'zining huquqlarini aniqlashtirishni maslahat beraman. Endi keling, ushbu qoidalardagi istisnolar, e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim. Chunki ko'pincha odamlar aynan shu narsalarni e'tiborsiz qoldirib, o'z huquqlarini boy berishadi. Istisnolar. Ba'zi toifadagi pensionerlar uchun ushbu aprel oyi muddati qo'llanilmasligi mumkin. Masalan, yangi pensiya tayinlangan yoki yaqinda nogironlik guruhini olgan shaxslar uchun. Ularga ma'lum bir muddat ichida qo'shimcha to'lovlar uchun murojaat qilish imkoniyati beriladi. Ammo bu muddat joriy aprel oyining oxiridan farq qilishi mumkin. Shuningdek, ba'zi maxsus dasturlar doirasida beriladigan to'lovlar uchun ham o'ziga xos muddatlar belgilangan bo'lishi mumkin. Masalan, birdaniga yordam ko'rsatishni talab qiluvchi favqulodda vaziyatlar, masalan, yong'in, tabiiy ofat yuz berganda bunday moddiy yordamni olish uchun ariza berish muddatlari umuman boshqacha bo'ladi va aprel cheklovi ularga taalluqli emas. Shu sababli har bir vaziyat individual yondashuvni talab qiladi. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. 1. Asosiy hujjatlarning noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasligi eng keng tarqalgan muammolardan biri. Ariza berishda har bir hujjatning to'g'ri rasmiylashtirilganligi, muddati o'tmaganligi va barcha ma'lumotlarning aniq ko'rsatilganligi juda muhim. Agar bitta hujjat ham noto'g'ri bo'lsa, arizangizni ko'rib chiqish rad etilishi yoki jarayon kechikishi mumkin. Masalan, pensiya guvohnomasining eskirgan nusxasi yoki turmush qurganlik haqidagi guvohnomaning noto'g'ri raqami kabi mayda xatolar ham muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ko'pincha notarius tomonidan tasdiqlangan nusxalar talab qilinadi. Bu esa ba'zi pensionerlar uchun qo'shimcha xarajat va vaqt talab qilishi mumkin. 2. Daromadlarni noto'g'ri ko'rsatish, ba'zi qo'shimcha to'lovlar pensionerning umumiy daromadi. Shu jumladan norasmiy daromadlari ham hisobga olingan holda belgilanadi. Agar siz o'zingizning real daromadlaringizni noto'g'ri ko'rsatsangiz yoki ba'zi manbalarni yashirsangiz, bu arizani rad etilishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi hollarda esa
hatto aldash uchun javobgarlikka tortilish xavfi ham mavjud. Shuning uchun har doim barcha ma'lumotlarni to'liq va rostgo'ylik bilan taqdim etish zarur. Ba'zan oilaning boshqa a'zolari tomonidan taqdim etiladigan moddiy yordam ham daromad sifatida baholanishi mumkin. Bu esa ba'zi pensionerlarni ushbu qo'shimcha to'lovlardan mahrum qiladi. Astirish, murojaat qilish muddatini unutish. Bu eng halokatli xato. Muddat o'tgandan keyin arizalar qabul qilinmasligi mumkin. Shuning uchun aprel oyining oxiriga qadar harakat qilish juda muhim. Muddatning so'nggi kunlari davlat xizmatlari markazlarida yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida katta navbatlar kuzatiladi. Bu esa hujjat topshirishni yanada qiyinlashtiradi. Shu sababli jarayonni iloji boricha tezroq boshlash tavsiya etiladi, dedi. Ma'lumotlarning tez-tez o'zgarishi ijtimoiy himoya tizimidagi qonunlar va nizomlar vaqti bilan o'zgarib turadi. Bugun amalda bo'lgan qoidalar ertaga o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har doim eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishish lozim. Ishonchli manbalardan ma'lumot olish juda muhimdir. Mahalliy hokimliklar, davlat xizmatlari markazlari yoki pensiya jamg'armasining rasmiy saytlari eng to'g'ri ma'lumot manbalaridir. 5. Astirish boshqa imtiyozlar bilan to'qnashuv. Ba'zan bir turdagi qo'shimcha to'lovni olish boshqa turdagi imtiyozni bekor qilishi mumkin. Masalan, agar siz ma'lum bir dastur bo'yicha yuqori miqdorda moddiy yordam olsangiz, boshqa dastur bo'yicha kichikroq kompensatsiyadan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu holatlarni oldindan aniqlashtirish zarur. Shu sababli murojaat qilishdan oldin barcha mavjud imtiyozlaringizni va ular bilan bog'liq cheklovlarni tahlil qilish tavsiya etiladi. Amaliy maslahatlar, nima qilishingiz kerak? Keling. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Aniq qadamlar, qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlar to'plash va nima yozish kerak. Ilk qadam, huquqlaringizni aniqlang. Qayerga murojaat qilish kerak? Eng avvalo, siz o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz kerak. Bu joylar barcha ijtimoiy to'lovlar va imtiyozlar bo'yicha barcha ma'lumotlarga ega. Telefon orqali maslahat olishdan ko'ra shaxsan borib mutaxassis bilan gaplashish samaraliroq bo'ladi. Nima so'rash kerak? Mutaxassisdan sizga qanday qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar tegishli ekanligini, ular uchun qanday mezonlar borligini va aprel oxirigacha murojaat qilish kerak bo'lgan qaysi dasturlar mavjudligini batafsil so'rang. Sizning holatingizni, yosh, oilaviy ahvol, sog'lik, daromad darajasi aniq tushuntiring. Ulardan sizga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlar ro'yxatini so'rang. 2 qadam. Hujjatlarni to'plang. Odatda talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati quyidagilardir. Pasport, asli va nusxasi. Pasportingizning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi. Daromadlar haqida ma'lumotnoma. Agar sizda pensiyadan tashqari boshqa daromadlar, masalan, ijara qo'shimcha ish bo'lsa, ular haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Daromadlar haqidagi ma'lumotnomani ish joyingizdan yoki soliq idorasidan olishingiz mumkin. Oila tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olishingiz mumkin. Bu ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar yoki qaramog'ida nogironligi bo'lgan shaxslar bor bo'lsa muhim. Otasiz nogironlik haqida ma'lumotnoma. Agar sizda yoki oilangiz a'zolarida nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi. Tibbiy ma'lumotnomalar. Ba'zi kasalliklar yoki dori-darmonlar uchun kompensatsiya olishda shifokorning xulosasi, retseptlar va dori-darmon cheklari talab qilinishi mumkin. Bu hujjatlar sizning sog'ligingiz bilan bog'liq xarajatlaringizni tasdiqlash uchun kerak. Kommunal xizmatlar uchun cheklar. Agar kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya talab qilsangiz, oxirgi oylik to'lov cheklari talab qilinishi mumkin. Bank hisob raqami rekvizitlari. Qo'shimcha to'lovlar sizning bank kartangizga yoki hisob raqamingizga o'tkaziladi. Har bir hujjatning asl nusxasini o'zingiz bilan olib borishni va nusxalarini tayyorlab qo'yishni unutmang. Ba'zi hollarda hujjatlarning notarial tasdiqlangan nusxalari talab qilinishi mumkin. Qadam, ariza yozish. Qayerda yoziladi? Arizani odatda murojaat qilgan joyingizda pensiya jamg'armasi yoki DXMda beriladigan maxsus blankalarga to'ldirasiz. Xodimlar sizga to'g'ri to'ldirishda yordam berishlari shart. Nima yozish kerak? Arizada o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, pensiya raqamingizni, murojaat qilish sababingizni, qaysi turdagi qo'shimcha to'lovni so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Agar sizda bir nechta sabab bo'lsa, ularni ham ko'rsating. Yolg'iz yashovchi pensioner sifatida moddiy yordam so'rayman.
yoki nogironligi bo'lgan oila a'zosini parvarish qilish uchun nafaqa tayinlashni so'rayman. Arizaga barcha to'plangan hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. 4 qadam. Arizani topshirish va nazorat qilish. Topshirish jarayoni hujjatlar va arizani topshirganingizda albatta arizangizning ro'yxatga olinganligi haqida tasdiqlovchi hujjat, masalan, ro'yxatga olish raqami tushirilgan nusxasi yoki qabul qilinganlik haqida ma'lumotnoma oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda yordam beradi. Asl qanday tekshirish kerak? Asl arizangizning holatini tekshirish uchun belgilangan muddat ichida yana o'sha tashkilotga murojaat qilishingiz yoki agar mavjud bo'lsa onlayn portal orqali tekshirishingiz mumkin. Odatda arizani ko'rib chiqish uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Masalan, inbig ish kuni. Bu muddat ichida sizga javob kelishi kerak. Agar arizangiz rad etilsa, rad etishning aniq sababini so'rashga haqlisiz. Rad etish sababini bilgan holda xatolarni tuzatib qayta murojaat qilishingiz mumkin. Unutmang, aprel oyining oxiri yaqinlashmoqda. Har bir kun g'animat, har qanday shubhali holatda menimcha bu menga tegishli emas deb o'ylash o'rniga borib aniqlashtirganingiz ma'qul. Ko'pincha odamlar o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlar haqida bilmaydilar va shu tufayli ulardan foydalana olmaydilar. Aziz tomoshabinlar, ushbu videoda berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu ma'lumotlarni o'zingizga saqlab qolmang, balki atrofdagi barcha pensionerlarga, ota-onangizga, bobolaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga ham yetkazing. Balki aynan sizning bu ogohlantirishingiz kimningdir hayotini yengillashtirishga, oilaviy byudjetiga sezilarli yordam berishga sababchi bo'lar. Qisqacha xulosa qilamiz. Aprel oyining oxirigacha ma'lum turdagi qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar uchun ariza berish shoshilinch. Yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlanganlar va tibbiy xizmatlar uchun kompensatsiya talab qiluvchilar diqqatli bo'lishlari kerak. Hujjatlaringizni to'plang. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling va o'z huquqlaringizni himoya qiling. Keyin kech bo'lishi mumkin. Ushbu video haqida o'z fikr-mulohazalaringizni, savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar siz ham shunday qo'shimcha to'lovlarni olgan bo'lsangiz yoki murojaat qilishda qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsangiz, tajribangiz bilan o'rtoqlashing. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham siz uchun muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlashga yordam beradi. Sog' bo'ling va o'zingizni asrang.